Ovsinlar serialining 44-qismi 20-noyabr 2025 kuni soat 20 da Milliy TV orqali namoyish etilishi tomoshabinlarni kuchli hissiyotlar girdobiga tortishi aniq. Yangi epizod boshidanoq voqealarning sur'ati oshib, qahramonlarning ichki kurashlari yanada chuqurroq ochila boshlaydi. Serial ikki ovsin hayoti atrofida qurilgan. Ular o'rtasidagi munosabatlar nafaqat oilaviy bog'liqlik, balki qalbdagi sirlar, o'tgan xatolar va kutilmagan qarorlar bilan murakkablashadi. Ovsinlar zamonaviy o'zbek oilasidagi nozik vaziyatlarni real tarzda ko'rsatadi. Qadriyatlar bilan shaxsiy orzular to'qnashganida insonning asl qiyofasi namoyon bo'ladi. Yangi bo'limda asosiy qahramonlar o'rtasidagi ziddiyat kuchayadi. Oldingi epizodlarda aytilmay qolgan gaplar, yechilmagan masalalar va notinch holatlar aynan shu qismda o'z ta'sirini ko'rsatadi. Har bir qahramon o'z xatti-harakatlari uchun mas'ul ekanini anglay boshlaydi, bu esa voqealarga yanada chuqur ma'no beradi. Serialning eng kuchli tomoni tabiiylik. Dialoglar ishonarli, aktyorlar ijrosi samimiy, kamera harakati esa hissiyotlarni yanada kuchaytiradi. Ovsinlar o'zbek seriallari orasida sifat, mazmun va hayotiylikni birlashtirib, tomoshabinni o'ziga tortishda davom etmoqda.